Gijjalar va parazitlar 4 xil usul orqali yuqishini bilarmidingiz? Unda videoni kuzating. 4-usul juda ham qiziq. Birinchidan, gelgemitoz. Bular suvda, qumda va tuproqda rivojlanadi va tuxum qo'yadi. Ayrim turlari esa hattoki insonlarning tovoni hamda terisi orqali ham organizmga ega. Ikkinchidan, to'g'ridan-to'g'ri aloqa uy hayvonlari hamda odamlar orqali ham yuqishga ega. O'yinlar hamda kunlar hamda qo'shma faoliyat orqali ham yuqadi. Uchinchidan, gelgemitoz zararlangan hayvon manbalaridan olingan oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish orqali go'sht mahsulotlari, konserva mahsulotlari, hattoki baliq, tovuq mahsulotlari konservalardan ham yuqish imkoniga ega. 4-usuli hasharotlar orqali yuqish yo'lidir. Albatta bu yo'l juda ham kam uchraydi, lekin bu juda ham salbiy oqibatlarni kuchli bo'lgan kasalliklarga olib keladi. Bunga ichak miyozi, kantariyaz va skolioz kiradi. Parazit va gijjalarning qaysi yo'l orqali sizda yuqqan bo'lsa va kasallik belgilari qanday bo'lishini bilishni istasangiz, keyingi postni kuzating va bizga obuna bo'ling.